Hatta 100 talik ürün ki aytaman. Asustaman deyman. Hammamga aytaversangiz bo'lmaydi ahvolni. Asustaman deb. Aslab kulib o'tirib sizlar bilan odamni chiqismaydi. Urmaganlarni hurmati yo'qmi dedi. Ha, assalomu alaykum. Yo'q, nachun? Unda emas, просто man qarang, siz topishga profildan kelib o'tirsiz. Man sizni taniymanku. Tanimag'animdan keyin man sizni podpiskaga qo'shilmayman. O'sha podpiskam lazım necha odam turgan bo'lsa, man bu odamlar hammasini taniyman, 90% ni taniyman. To'g'ri, shuncha begoda shunchaki ko'p tanishim bormi deyishingiz mumkin. Lekin begoga kirganim ham ozmuncha vaqt, yil bo'lmagan, lekin ko'p vaqtim o'tgandanmi internetda shuni hisobini taniyman. Shuning uchun Tesla aka, assalomu alaykum. O'shaning uchun man siz topishga profildan kelib o'tiribsiz. Man topishga profildan borsam, siz ham meni qo'shmaysiz, lekin qo'shasizmi, qo'shmaysiz? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Azamat aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Otabek ham shu yerda mana. Assalomu alaykum. Qandaysiz deydi. Zo'r. O'zingiz qalaysiz? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Otabek nechisiz? Azamat bo'ldi. 3 marta salom berdingiz. Onasini siz 1 marta salom bersangiz yetadi. Man qaytib chips yeyman. Xola dedim bittasi. Leo. Xola demang meni. Onasini ham jiyanlarim ham xola demaydi mama. Apika deydilar. Siz nechun xola deysiz? O'zinga bormisiz? Charchashlari yo'qmi? Yo'q. Nega? Qalaysiz? Azamat. Ishlaringiz bo'lyaptimi? Salom sizga. Volmi dedi. G'ulomjon aka, salom berdim-ku. Eshitmadingiz. Joningiz sog' bo'lsin, Anush dedi. Rahmat aytganingiz kelsin. Azamat aka, nima gap? Hayotingiz go'zalmi? Brat. Ko'zlaringiz yoqdi menga dedi. Rahmat. Thank you. Ishlar bo'lyaptimi? Da, yomon emas. Nikoh ketdi, hozir bir yildan topishga profillardan keladi. Kuzatib. Odam bo'lish kerak hozir meni. Men ketdim. Bular g'iybatni boshladi deb. Bo'lsa bratni gap. Hayot go'zal bo'lyapti dedi. Hayot go'zal bo'lyapti. Qo'ysangizchi, seryozni. Hayotingiz shu daraja go'zalmi? Hech gap.
Rasm qo'yganda qo'yibsiz-da. Rasmni yuzini beklab qo'yganingiz yomondirdi. Nervi? Yaratishga shu rasmni. Yo'lni chetida. Yiqilib ketmadingizmi rasmga tushaman deb? Onasini emsin. Rasmga kim tushirdi? Aziz aka, assalomu alaykum. Bordi brat. Surxondaryo. Surxondaryo. Tushaversiz Surxondaryoda. Onasining uylangani bor deysizmi qiz qarab. Surxondaryoning qizlari chiroyli deb eshitgandim. Topib keldingizmi? Bittasini olgan bo'lsangiz, ikkinchisini bonusga qo'shib berishdimi? Oh, dedi bir de bittasi. Shu yerdanman men. Oh, deyin. Zo'r-ku. Yo, undan gapirmadim deb hisoblaymiz. Qaytib oldim gapimni. Go'zal bo'lmayapti-da, nush dedi. Nega? Nimaga? Men sizni hayotingiz go'zal deb eshitdim. Arabcha yozuvni o'qigulib o'tiribdi. Men hayronman. O'zim kulib o'tiribdi. Surxondaryoda-chi? Surxondaryoda ham hayot go'zalmi? Bordi brat. Rost yaqinda qachon Eldaromi kim birov efirga girdi. Firdavs aka, assalomu alaykum. Shu davom продавец olma sotadi. Tak, no dedi. Da, çok güzel dedi. O'shanda uylandim dedi. Bir qiz oldim. Ikkinchisini bonusga qo'shib pardada o'tirib egishib. Yo'q deb havo. Shunday aytaman. Shuni uylanmaga ketmadingizmi deb. Azamatini o'qib tattiz. Deymang axir. Bratni vintage pardis. Onasini deymang odamlarni. Vintage tavarsanga. Boshlanding yana kuni xarakteringiz. O'tirib. Tojiklarga yaxshi gapirsang, o'zidan ketadi. Tojiklarga yaxshi gapirsang, o'zidan ketadi. Qo'ysangiz-chi, unaqa emas. Stikerga nima bor? Men ham stiker tashiyman xolos. Shunday stikerlar tashiymanda. Hozir ko'rsataman. Aminning. Qaysini deymi? Aminning